Chiroyli bo'lishning mahbiyati jiqaroq uxlab berish deydi qizlar. Yaxshimi deganliginglar xayrli bo'lsin. Bugunchi kayfiyatinglar qandaqaroq? Unda bo'lsa do'konga borgandim qizlar. Shuning bilan shunday qilib o'rnimdan turdim, yuzlarimni yudim, ishlarimni qilib bo'lgandan keyin kiyim kiyishni boshlaymiz. Majavrimni ishiltib bek rozi bo'libsizlar. Rahmat, bek suyundim. Haqiqatan bek yaxshi. Jumut teringlarni paqraq qiladi, nurliq qiladi, qiyirishga qarishtirdi. Chuqum ishiltinglar. Ma ko'zmal hamni men emas ishlatganlik qizlarning hammasi qo'riqlarimiz suslab qoldi. Haqiqatan yaxshi degan inkosni beryapsizlar. Rahmat, shunda suyundim. Videomning ustidagi 1-2, 3 mazmunda mushu mahsulotlarimni esib qo'ydim. Chuqum ishiltib beqinglar. Ma resimning orasidagi qaysi men deb beqinglar. Ma bu mening opam. Amdidagi qadam mush kiyimishkovni assamlam nim kiyishni faqat uxmayman. Qaranglar, choponimni oldim, ish qilib izlayman, kiygidek kiyim topolmayman. Voy shuning bilan aslinga qaytdaplam men shundaq yana ash davomli kiygan kiyimlarimni kiyyapman. Mamaykini shimudan oldim qil olgan qizlar shuning bilan men bunda kiyib qo'ysam toza qo'lashmagandek shundaqmi yarashmadi ya? Menchim yarashmadi. Shuning bilan buni omlashtirib boqamda qaranglar bo'yam texim paka ko'rinib qoldi. Zaradan olgan sidamli bir maykan batdi, meni moslashtirib boqayli. Qaranglar birdamdil o'ruq ko'randim, sal egiz ko'randim. Shunga odam sat emas kiyim sati degan rost gap. Kiyimlarni chuqum moslashtirib kiyishni o'rganinglar. Agar uqmasanglar-chi, men o'rgatib qo'yaman. Mana shundaqa, mushtaq konsirim batdi, mushtaq ishdan moslashtirsam bo'g'dek degan ideya qilganlarga shakllandi. Shunga chuqum qo'shinglar. Nashtimizni qildik, unda bo'lsa, uydan chiqadiganga tayyorlik qildik. Sizlar-chi mushukni yaxshi ko'ramsizlar qizlar? Men mushukni beqiyotganimga 5 yil bo'laydi de, ismi Kafe. Ish qilib bu mushuk menga o'xshash qapqara. Shu tashvishlanish bo'layotgan, yurjan bo'layotgan qizlar chuqum mushuk beqib sinab beqinglar, kayfiyatinglar ajoyib yaxshi bo'lib ko'tarilib qoladi juma. Shuning bilan men pastelniki chunchisini qaysi kuni ruydag berib olgandim. Rangi bek poyizga qizlar va shi yaxshi ko'rdim juma. Hay ish qilib menda aktiv energiyalik mazmunlar bor. Faqat passiv energiyalik mazmun yo'q. Shunqanday qizlar qo'shib olsizlar. Terasa ishlarimni chuqum ishiltib boqsizlar. Mush bir yurishning o'zida unumini his qila olaysizlar. Unda bo'lsa uydan chiqamdiq, mo oyoqimni jixlo so'rab dikansizlar. Buni Guangzhoudan olgan qizlar menda yo'q, ulanmasimi yo'q. Unda bo'lsa kiymam yarishibdimi, bo'ptimi, shushan bo'ptimi, aqsa bo'ptimi? Meni qo'shib olgan qizlarning hammasi menga o'xshash samimiy qizlar. Mushu mazmunlarimga yurak gullarini avatadigan qizlarning hammasi kang qo'rsoq qizlar. Ish qilib mush hammadan o'z xili bilan degan gap rost gap. Ma terasirshimni shilchini unutib qolmanglar, menga o'xshash kirim qilmaymi? Suyan holatinglarda sirtlarga chiqalaydigan bo'lasizlar.